Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana navbatdagi memorimizni yana Samarqand viloyati bir bozorga qo'yib berdik. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, 180 ga 280 razmerda qilib tayyorlab berganmiz. Balandligini ko'rishingiz mumkin. Darpatalga qilib 260 cm da tayyorlab berganmiz. Xo'p, bunga ishlatgan materiallarimiz korpuslariga dub vatandan rossiyskiy, ustlariga rossiyskiy stolechnisalar qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin 4 cm-ligini. O'rtalarini masalan oq akrildan, gladkiy akrildan, tepalarni va pastlarini mokriy akrildan qilib berganmiz. Matviy akrildan. Xo'p, burchak emasli joylar bo'lmagani uchun moyka joylarini tashlab ketganmiz. Moykalar ham full moykalarni qo'yib berganmiz. O'zim ulatib olaman deganlar uchun. Bu yerga ko'rishingiz mumkin, eshiklar katta-katta ochiladi. Masalan, nijaveyka sushilkalarni bonus qilib berganmiz o'zimizdan. Fartuklari ham polni bonus bo'lgan bizda. Bu yerga masalan sensorni vechkasini qo'yib berganmiz. Gaz joylarini ochib berganmiz. Mexanizmlar polni tandem mexanizmda ishlaganmiz. Polni 75 kg vaz ko'taradi, qoshiq yelka uchun qilingan bular. Bu yerga ham katta-katta qozon tovoqlarini taqlasa bo'ladi. Bunga ishlatgan mexanizmlar polni upside petllar, turetskiy garantiyalari bor. 1 yil servis xizmatlari ham bor. Buni high-tech fasonda qilib tayyorlab berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka zborkalar bepul. Pastdan nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizlar bilan ishlashni